Bugun biz siz bilan 2027 yilgi Chevrolet Lacetti modeli haqida batafsil gaplashamiz. Bu avtomobil O'zbekistonda juda mashhur va uning yangi versiyasi dizayn, qulaylik va texnologiya jihatdan oldingi modellardan ancha yaxshilangan. Tashqi ko'rinishdan boshlaylik. Old paneldagi grill kengaytirilgan va sport xarakterini ta'kidlaydi. Faralar LED texnologiyasi bilan jihozlangan bo'lib, kechqurun yo'lni aniq yoritadi va avtomobilga zamonaviy ko'rinish beradi. Old bumper aerodinamik va sportga mos, bu esa yo'l harakatini silliq qiladi. Yon profilida silliq chiziqlar va katta g'ildiraklar avtomobilga dinamizm beradi. Orqa qismida LED chiroqlar va optimallashtirilgan bamper mavjud bo'lib, umumiy tashqi dizaynni mukammal qiladi. Ichki salon ham juda qulay va zamonaviy. O'rindiqlar uzoq safar uchun mos va orqa hamda old yo'lovchilarga yetarli joy beradi. Markaziy konsolda katta sensorli ekran mavjud bo'lib, Android Auto va Apple CarPlay bilan mos keladi. Bu orqali navigatsiya, musiqalar va boshqa funksiyalarni boshqarish mumkin. Rul orqali tezlik va multimedia boshqarilishi mumkin. Raqamli instrument panel haydovchiga barcha muhim ma'lumotlarni aniq ko'rsatadi. Salon materiali yumshoq va yuqori sifatli bo'lib, uzoq yo'l safarini qulay qiladi. 2027 Lacetti bir nechta dvigatel variantlariga ega. 6 litrli benzin dvigateli shahar sharoitida samarali ishlaydi. Kuchliroq 2,6 litrli dvigatel esa tezlikni tez oshirish imkonini beradi. G'ildiraklar oldinga tortuvchi bo'lib, yo'l harakatini barqaror qiladi. Transmissiya variantlari 6 qadamli avtomatik va qo'l uzatma versiyasini o'z ichiga oladi. Yonilg'i sarfi shahar sharoitida 7-8 litr 100 kun bo'lib, uzoq safarlar uchun qulaydir. Xavfsizlik tizimi ham yuqori darajada. ABS 6 ta havo yostiqchasi, orqa kamera va parkovka sensorlari mavjud. Multimedia tizimi Bluetooth, USB va AUX kirishlarni taklif qiladi. Wi-Fi hotspot orqali internetga ulanish mumkin va sifatli audio tizim musiqani yoqimli tinglash imkonini beradi. Avtomatik iqlim nazorati salon haroratini qulay darajada saqlaydi. 2027 Lacetti O'zbekiston bozorida taxminan 28, 35, ust atrofida sotilishi kutilmoqda. Yuqori versiyalarda qo'shimcha funksiyalar mavjud. Umuman olganda, 2027 Chevrolet Lacetti zamonaviy, qulay va ishonchli avtomobil bo'lib, sport dizayni, keng salon, kuchli dvigatel, xavfsizlik va multimedia tizimi bilan boyitilgan. Agar siz yangi avtomobil sotib olishni rejalashtirsangiz, bu modelni albatta ko'rib chiqing. 2027 Chevrolet Lacetti modeli nafaqat zamonaviy dizayni bilan e'tiborni tortadi, balki uning texnologik imkoniyatlari ham ilg'or. Tashqi ko'rinishida oldingi modellarga qaraganda ko'proq sport xarakteri mavjud. LED faralar avtomobilga futuristik ko'rinish beradi va kechqurun yo'lni aniq yoritadi. Old grill va bumper aerodinamik tarzda ishlab chiqilgan, bu esa yo'l harakatini silliqlashtiradi. Yon profilida silliq chiziqlar, katta g'ildiraklar va mukammal aerodinamika avtomobilga jozibador ko'rinish beradi. Orqa qismida LED chiroqlar va optimallashtirilgan bamper mavjud bo'lib, dizaynni mukammal qiladi. Ichki salon keng va qulay. O'rindiqlar uzoq safar uchun mos va orqa yo'lovchilar uchun yetarli joy taqdim etadi. Markaziy konsolda 10 dyuym sensorli ekran mavjud bo'lib, Android Auto va Apple CarPlay bilan ishlaydi. Navigatsiya, musiqalar va boshqa ilovalarni boshqarish osonlashadi. Rul orqali tezlik va multimedia boshqarish mumkin. Raqamli instrument panel haydovchiga tezlik, yonilg'i darajasi va boshqa muhim ma'lumotlarni aniq ko'rsatadi. Salon materiali yumshoq va yuqori sifatli, ichki yoritish tizimi kechqurun qulaylik yaratadi. Dvigatel variantlari 1,6 litrli benzin va 2,6 litrli kuchliroq versiyadan iborat. Oldinga tortuvchi g'ildiraklar yo'l harakatini barqaror qiladi. Transmissiya 6 qadamli avtomatik va qo'l uzatma variantlariga ega, bu esa silliq harakat va boshqaruvni ta'minlaydi. Yonilg'i sarfi 7-8 litr 100 kun atrofida bo'lib, shahar va uzoq yo'l uchun qulay. Xavfsizlik tizimi yuqori darajada. ABS 6 ta havo yostiqchasi, orqa kamera va parkovka sensorlari mavjud. Multimedia tizimi Bluetooth, USB, AUX kirishlari va Wi-Fi hotspot bilan jihozlangan. Baland sifatli audio tizim musiqani yoqimli tinglash imkonini beradi. Avtomatik iqlim nazorati salon haroratini qulay darajada saqlaydi.
Narxi O'zbekiston bozorida taxminan 28, 35, ust bo'lishi kutilmoqda. Yuqori versiyalarda qo'shimcha funksiyalar va paketlar mavjud. 2027 Chevrolet Lacetti modeli zamonaviy, qulay va ishonchli bo'lib, sport dizayni, keng salon, kuchli dvigatel, xavfsizlik tizimi va multimedia bilan boyitilgan. Bu avtomobilni O'zbekiston bozorida yangi avtomobil sotib olmoqchi bo'lganlar uchun tavsiya qilish mumkin. Video oxirida sizdan so'raymiz. Like tugmasini bosing, subscribe qiling va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Shuningdek, do'stlaringiz bilan bo'lishing. Har hafta siz uchun yangi avtomobil sharhlari va yangiliklarni taqdim etamiz.